eski maqomi qorliq ruhu madaniyat xazinasiki bebaho ko'klar. Emgakchan, ijodchan Uyg'ur xalqining aql farostidan jarlar. Uyg'ur hayotining hamma taraflarini musiqa tili bilan bayon qiladigan badiiy kinodir. Unda Uyg'ur xalqining hayoti va go'zal ma'naviyati, istak-xohishlari, tarixiy yorliq va turmush muhitidan kelib chiqqan muhabbat nafratlari, inson tafakkurining musiqa, badiiy adabiyot va usul qatorliq xilma-xil shakllari bilan ifodalangan. Bunday musiqa asari dunyo millatlarining san'at tarixida keng uchraydigan alohida asar bo'lishqa Sharq musiqa madaniyatidagi mo'jiza deb qaralmoqda. Uyg'ur muqaddimlarining tarixi uzun, orf ko'rinishi keng va chuqur. Muqalla Uyg'ur xalqining beshidan kechirgan tarixiy davrlari bilan hamqaram. Muqalla ko'plagan makon va bir qancha zamonda Uyg'ur xalqining nurg'unlagan dastkorlari, naqshchilari va chalg'uvchilari tarafidan ijod qilingan xalq musiqasi. Vaqtning asliga vorislik qilib qaytaratlangan, to'g'rilangan, mukammallashtirilgan 12 maqom, 360 ahol, 4492 misra ko'tarilgan. Endi u yana Uyg'ur klassik shoirlarining she'rlari, Uyg'ur xalq dostonlarining parchalari va xalq qo'shiq baytlarini o'z ichiga oladi.
Benim namutum bir hal işin etler. İşin etler. Siriş kim kan. Zayıfı derdudan işe Zayıfı miknek endişe Zarulu bir sabu saman hatili Cihan rengi Becerdim mutğa peskin ecri Ecrimde bile derman Peşimden taşıdın para Benim hecim okudun yâre Yunus bu yâre çare
Sevai bulsun mehnep kökçek İçe bulsa sahıldak tutulur rahmetli aslan Aya derdi